Rais buva, men ham urushga bormoqchiman. Vatanimni himoya qilishni xohlayman. Hazillashyapsanmi? Shu cho'loq oyog'ing bilan qayerda xizmat qilmoqchisan? Qishloqdagi hamma sog'lom erkaklar qiladigan ishni qilaman. Yana nima kerak, rais buva? Rostdan xizmat qilmoqchi bo'lsang, front ortida xizmat qilasan. Shoshayotgandim. Agar urushga bormasam, keyin menga kim qizini berardi, kim? Men ataylab cho'loq bo'lganim yo'q-ku, rais buva. Pa! Urushga ketyapsizmi? Qo'y bu gaplarni. Yur, lola ochilibdi. Lola tergani chiqamiz. Men sizga savol berdim. Urushga ketdi degani, o'sha yerda o'lib ketadi degani emas-ku. Kutasanmi? Albatta. Nasiba. Qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Rustam baribir qaytmaydi. Men Rustam akaga ishonaman. Bugun Rustam uyiga qora xato borib berdim. Bo'lmagan gap. Yolg'iz yurgancha menga erga tega qol. Sanga o'xshagan. Urush ko'rmagan nomard yerga tegmayman. Aybim nima? Cho'loqligimmi? Men ham urushga borishni xohlagandim. Olib ketishmasa nima qilay? Qizlar, bolalar sizlarga zo'r yangiligim bor. Hozir menga telefon qilishdi. Mingtalik buketga o'tgan ekan. Menimcha dastavshik keldi. Hozir sizlarga videoda raspakovka qilib beraman. Dastav. Rahmat Mirqobiljonov, siz bo'lasizmi? Ha, men. Bu armiyaga boradigan vaqtingiz kelib qopti-ku. Men armiyaga bora olmayman. Hech bo'lmasa bir oylikka borgin erkak. Meni zreniyam yaxshi emas, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Bo'pti. Ertaga chastga o'tgan. Ko'zingni bir tekshiramiz. Xo'p.